Xabaringiz bor, joriy yil 24-fevral kuni prezidentimiz yoshlar bilan o'tkazgan ochiq muloqotida navqiron avlod vakillarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash yuzasidan yangi strategik vazifalarni belgilab berdi. Ana shu topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida Navoiy viloyatida O'zmilliy bank aksiyadorlik jamiyati tomonidan yoshlar ishtirokida uchrashuv tashkil etildi. Hozir shu haqda. Yoshlarning bank moliya sohasidagi bilimlarini oshirish hamda ularning istiqbolli biznes loyihalariga qanot berish maqsadida tashkil etilgan tadbirda yoshlar uchun dastlab Navoiy shahridagi sanoat korxonasiga sayohati tashkil etildi. Bitiruvchi talabalar ishlab chiqarish jarayonlari bilan batafsil tanishib, mutaxassislardan o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob oldi. Men Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetida 4-kurs talabasi mashinasozlik texnologiyasi yo'nalishida. Hozir mana shu gidrostansiyka servisida aynan bizning yo'nalish bo'yicha keng ko'lamdagi o'sha ishlab borilayotgan texnologiyalar yoki ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar, yangi kelgan stanoklar, bizga ajratilayotgan imkoniyatlar haqida tanishdik. Kelajakda mana shu sohada ishimni davom ettirmoqchiman va yutuqlarga erishish niyatim bor. Shundan so'ng O'zmilliy bank aksiyadorlik jamiyati rahbariyati va yoshlar o'rtasida ochiq muloqot bo'lib o'tdi. Uchrashuvda yoshlarning bandligini ta'minlash, startap g'oyalarini rag'batlantirish va imtiyozli kreditlarning yangi mexanizmlari qizg'in muhokama markazida bo'ldi. Bu kabi jonli muloqotlar davlat siyosatining markazida inson manfaatlari va yoshlar kelajagi turganini yana bir bor isbotlamoqda. Tijorat banklarining talabalar bilan to'g'ridan-to'g'ri hamkorligi nafaqat yosh tadbirkorlar safini kengaytiradi, balki hududlar iqtisodiyotiga yangicha innovatsion ruh olib kiradi. Rahbarlar bilan uchrashuvda o'z savollarimga javoblarni topdim. Shuningdek, ishlab chiqarish korxonalari bilan ham tanishib o'tdik. Men ham kelajakda kredit olib, o'z ish faoliyatimni boshlamoqchiman va tadbirkorlikni jadal rivojlantirmoqchiman. Xulosa o'rinda aytish mumkinki, yoshlarning shijoati va bank sektorining moliyaviy ko'magi uyg'unlashgan bunday loyihalar mamlakatimizning ertangi taraqqiyoti, iqtisodiy qudrati va farovonligini ta'minlashga eng muhim driver bo'lib xizmat qilishi shubhasiz.